Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 2-oktyabr, haftani payshanba kuni. Bugunga kelib gullarimizni atirsindi shekilli. Bu hidi chiqib ketdi. Hidi yomon o'tkir ekan. Hop, gullar tanishtiraman. Antirumda 40 ming so'mdan beryapmiz. Mana gulda 10 mingdan beryapmiz. Palmalarda 25 mingdan beryapmiz. Ayol qalbini 50 mingdan beryapmiz. Holati zo'r, to'la bo'lgan. Globuschalarimiz 15 lik stakandagisini 5 mingdan berilyapti. Mana gullar hammasi 10 ming so'mdan. Hop, karamimiz ikkitasi 15 mingdan. Endi tayyor bo'ladi. Mana ikkita yashik sotilgan. Globuslarimiz ham endi ochilib qolyapti. Hali ham issiq bizda. Avoya, qaysi biri? Ular 45 mingdan ular. Necha mana? Bular 15 mingdan beryapmiz. Taqirchada. Qachon ochiladi? O'sha endi ochilyapti. Shuni kutib o'tiribmiz bizlar. Ochilishini. Mobil globusimiz ko'p, stakanda ham, yerda ham buketnilarimiz bor, gallan sortlarimiz bor. Hali endi olib chiqamiz. Yergul aka, yergul. Ular 15 mingdan berilyapti. 15 mingdan? Qani ular qancha ekan? Ular 60 mingdan. Ularchi 45 mingdan ular. buni boshqa tuvakka olmadimi, shu tuvakka turaveradi. Ya hozir olmaysiz. Ash tuvak atrofi to'ladi. Shunda oladi. Shunaqa do'stlar. Kimga globus guli kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Keyin 2026-yilga gul urug' ekib sotaman deganlarga gul urug'larimiz bor. Petuniya, salviya, shafronchini gul, katarantus, esmeralda hamma urug'lar kelgan. Chiroyli qilib arzon narxda qilib beramiz. Hammasi Yevropaning urug'lari. Ishonchli garantiyali urug'larimiz bor sotuvda. 45 mingdan oyashilar. Qancha? 45 ming.